Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtaga Yevropa Ittifoqining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lgan Sakharov mukofoti berildi. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence Wilson markazidagi nutqida Uyg'urlarni tilga oldi. Belgiyadan Angliyaga qarab yo'lga chiqqan yuk mashinasida 39 Xitoy garajdan to'nlab o'lgan. Erdo'g'an Turkiya 7 Jahongirga qarshi tik turdi dedi. Tövəndə diktanlıq xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 24 oktyabr günü İlhom To'xtaga Yevropa İttifaqının ən ali kişilik hüquq mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotining berilganligi bugungi xabar taratqularının ən qiziq temisi bo'lmoqda. Fransiyaning Strasbourg shahridagi Yevropa İttifaqının markazida 24 oktyabrda o'tkazilgan Sakharov mukofotini e'lon qilish marosimida Yevropa parlamentining raisi Davud Sassoli so'z qilib, Ilhom To'xtaning Uyg'ur Xitoy xalqlari orasidagi dialog va tushunishni ilgari surgan bir ziyoli ekanligini, shundaqla bu mukofot orqali Xitoy hukumatini Ilhom To'xtani qo'yib etishga va oz sonli millatlarning huquqiga hurmat qilishga chaqirdiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lgandek, Ilhom To'xta apandi Xitoy hukumatining adolatsiz milliy siyosiy qarshi kurash qilganlik uchun 2014-yili 9-oyda davlatni parchalash jinoyati bilan qo'lga olinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Texi 30-sentyabr kuni Yevropa Ittifoqining Vaslav Havel erkinlik mukofotiga erishgan Ilhom To'xta bir oydan keyin yana Yevropa birligining eng oliy mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotiga erishganligining e'lon qilinishi Uyg'ur jamoatini ko'p suyundirib qolmasdan Ilhom To'xta guruhining raisi Anvarjon apandini mubak xursand qilgan. Anvarjon apandi bu vaqt to'xtalganda bu mukofotning Ilhom To'xtaga berilishining muhim ahamiyatlari to'g'risidagi qarashlarini sharhlab, Ilhom To'xta apandining 2014-yildan buyon erishgan xalqaro mukofotlari to'g'risida atrofli to'xtaldi. G'arb matbuotlari 2019-yillik Sakharov mukofotining Ilhom To'xtaga berilganligini keng tashviq qilish bilan birga, yana Ilhom To'xta mansub bo'lgan ijtimoiy to'pluq millionlagan begunoh Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatining jazo lagerlarida azob chekayotganligini tilga olmoqda. Yevropa İttifaqının eng oliy mukofoti bo'lgan Sakharov mukofoti har yili bir qatim kishilik huquq va erkinlik yo'lida kurash qilgan shaxslar yoki tashkilotlarga beriladigan bo'lib, qiymati 50 ming yevro. Bu mukofot 1988-yili Yevropa İttifoqining eng oliy mukofoti qilib bekitilgan. Oktyabr kuni Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence apandi Washingtondagi Wilson markazida Xitoy haqida muhim bayonot berib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini ko'p qatim tilga oldi. Mike Pence apandi bayonotida Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalasi haqida to'xtalib, Xitoy hukumatining millionlagan kishilarning milliy va diniy kimligini yo'qotish siyosatining zarbasida zulm chekayotganligi, Xitoy 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonni tutqun qilganligi, Amerikaning Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur qatorliq musulmonlar qilayotgan muomalasini jazolaganligi, yana davomli jazo yurgizadiganligini, oldin qayda prezident Trump Xitoy amaldorlariga viza cheklimiz qo'yganligi, shundaqla yana rayondagi 20 jamoat xavfsizlik idorasi bilan 8 Xitoy shirkatini Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlarga yurgizilgan ziyonkashlikda rol o'ynaganlik uchun jazo tadbiri e'lon qilganligini bildirib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda dunyoning hech qanday yerida ko'rilib boqmagan yuqori texnikalik nazorat sistemasini yo'l qo'yayotganligi, kishilarning gen uchurlarini, qon avrishkisini, hatto ko'z qarichuqi avrishkisini elayotganligini ta'kidlagan. Muavin prezident Mike Pence so'zining davomida yana Amerikadagi NBA basketbol komandasining fikri erkinligi masalasida Xitoyga tiz ekanligini tanqid qildi. Mike Pence bu qatimliq Xitoy haqida bergan maxsus nutqida Amerika hukumatining Xitoy qaratgan siyosatlarda davomli qalda hamkorlik tarafdori bo'lib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumatining buningga texnik o'g'irligi, tijorat tengsizligi qatorliq uyg'un bo'lmagan harakatlar bilan javob qaytarganligini bildirib, bu tarixning endi oyoqlashganligini eskartgan. Amerika ovoz xabarida 24 oktyabr kuni Belgiyadan Angliyaga mangan uzun yuk mashinasida 39 kishining to'nlab o'lib qolganligi tilga olindi. Ularning Xitoy garajdan ekanligi Angliya soqchilari tomonidan dalillangan. Angliyadagi Xitoy konsulimi bu vaqtda tekshirmoqda ekan. Xabarda o'lgan 39 kishining 31 er, 8 ayol kishi bo'lib, ularning Bulgariyadan yo'lga chiqib Belgiya porti orqali Angliyaga kirgan. Ularning salohiyati tizdan tekshirilib e'lon qilinishi mumkin ekan. Bu jasadlar Londonga 20 kilometr keladigan sanoat rayonida bir yuk tashuvchi avtomobilning ko'zipida bayqalgan bo'lib, mazkur avtomobilning Shimoliy Irlandiyalik 25 yoshli shoferi Xoli Xadni voqeaga aloqador qotil bo'lishi mumkin deb gumon qilinib so'roq qilinmoqda ekan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Reislik sarayida 105-navbatlik mahalliy komiteti boshliqlari kursining ochilish marosimida so'z qilib, Turkiyaning 7 Jahongir kuchiga qarshi 5-ni tik tutib turayotganligini, Yevropa parlamenti umumiy kengashining Suriyada uchish cheklangan rayon ta'sis qilish taklifini sunganligini xotirlatib, mazkur taklifni Suriyaning har qaysi joylarida 100 minglarcha begunoh xalq Bashar Asad hokimiyatining va boshqa kuchlarning havo bombardimonlarida jon berayotganda o'tirg'i qo'yganligini, Turkiyaning chegarasi bo'yicha qurilmoqchi bo'lgan terrorlik koridorni yanjib tashlash uchun birsidan ruxsat olishga ehtiyoj yo'qligini bildirdi.
Türkiye askerlarining va Suriya milliy armiyalarining harakat rayonida tinish harakat ilib berayotganligini, bu jarayonda terroristlar oldiga chiqsa adabini berish eng aqalliy huquq hisoblanadiganligi, terrorlik tashkilotlardan har qanday birini, ismini, bayrog'ini yoki formasini almashtirib, qaytadan oldiga chiqarmoqchi bo'lganlarning to'ziqiga tushmaydiganligini, Suriya xalqining hayoti va kelajagini rayonga munosabatlik cho'ng planning mazasi sifatida foydalanmoqchi bo'lganlarga birinchi bo'lib qarshi chiqadiganligini, butkul dunyoni demokratiya, qonun davlati, kishilik huquq uchun PKK, YPGning eng to'van deganda terrorlik tashkiloti Daeshga o'xshash xatarlik terrorlik tashkiloti ekanligini ko'rishga, qabul qilishga va shuning qarta pozitsiya tutishga chaqirdiganligi, to'g'ri deb bilgan yo'lda ilgirlashdan chekinmay, badalning cho'ng yoki kichikligi bilan hisoblashib o'ltirmaydiganligini ta'kidladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.